bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali, sermeva, yangi Fanta Juices. Fanta uslubidagi jushesni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Cristiano Ronaldo haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. To'liq ismi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ronaldoning ismi AQShning sobiq prezidenti Ronald Reagan sharafiga qo'yilgan. 1985-yil 5-fevralda tug'ilgan. Millati Portugal. Bolaligida u yurak kasalligi bilan qiynalgan va buning uchun u operatsiya bo'lgan. Hozirda 40 yoshda, bo'yi 189 sm, og'irligi esa 83 kg. Oilasida 4-farzand. Cristiano futbol o'ynashni 2-3 yoshida boshlagan. 6 yoshida esa maktabga borgan. Maktabda a'lo baholarda o'qigan. Ingliz til fanini yoqtirmagan. 14 yoshida ustozga stul uloqtirgani uchun maktabdan haydalgan. 6 yoshida Atorine klubida o'ynash uchun taklif olgan. Oilasi juda qashshoq bo'lgan va shu sababli Ronaldoni abort qilib tashlashni xohlashgan. Ronaldo qo'shimcha pul topish uchun ko'chani supurgan. 2002-yilda Sporting klubi bilan professional shartnoma imzolagan. O'sha yilning 18-avgust kunida professional faoliyatidagi ilk sovg'ani qo'lga kiritgan, lekin o'sha o'yinda qatnasha olmagan. 2003-yilda Manchester United $12 million Ronaldoni sotib olgan. Ronaldo o'zi ishtirok etgan barcha musobaqalarda gol ura olgan yagona futbolchi hisoblanadi. Angliya, Ispaniya va Italiyada chempion bo'lgan birinchi futbolchi hisoblanadi. Ronaldo hech qachon spirtli ichimliklar ichmaydi, chunki uning otasi alkogolizm tufayli vafot etgan. Ronaldo kuniga 4-5 marta yuvinadi. Ronaldoda hech qanday tatuirovkalar yo'q, chunki u doim qon topshiradi. Ronaldoning eng yoqtirgan filmi Rocky. Sportingga qarshi o'yinda gol urgan, lekin nishonlamagan. Ronaldo saraton kasalligiga qarshi kurashuvchi eng katta donor hisoblanadi. O'zining birinchi oltin to'pini 2008-yilda qo'lga kiritgan. 2009-yilda rekord summada Real Madrid safiga qo'shilgan. Real safida 4 ta Chempionlar Ligasini yutgan va o'zining eng yuqori darajasiga chiqqan. 2018-yilda Juventus safiga 100 million yevro evaziga qo'shilgan. Bu summa Italiya transferlar tarixidagi rekord hisoblanadi. Chempionlar Ligasida bitta mavsumdagi gollar soni bo'yicha ham rekordchi bo'lgan. 2016-yilda Portugaliya terma jamoasi bilan Yevro kubogini yutgan. Finalda jiddiy jarohat olgan bo'lsa ham jamoasiga murabbiylik qilib turgan. Ronaldoning CR7 brendi bor. Ronaldoning xayriya tashkilotlari ham juda ko'p. Ronaldo bir necha bor Guinnesslar rekordiga kirgan. Nike va KFC kabi kompaniyalarning reklamalariga chiqqan. Instagramda birinchi 100 million obunachiga erishgan ilk futbolchi.